Diqqat, diqqat, e'lon. 2025-yilning 20-dekabr kuni barcha otvoz polvonlarimizni Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida tug'ilib o'sgan, respublikamiz bo'ylab ot choptirib yurgan chempion polvonimiz Islom polvon fan klub muxlislarining bir kunlik chempionat ko'pkarisiga taklif qilib qolamiz. Ko'pkarimiz solimlari bitta umra ziyoratiga yo'llanma, 2 ta tuya, 4 ta tana, 5 ta toy, 5 ta qo'chqor, 15 ta sarka, 10 ta xoli gilam, 3 ta smart televizor hamda pullik solimlar siz aziz polvonlarimizni kutib turibdi. Ko'pkarimiz Andijonimizning bosh maydoni bo'lgan Sulaymon polvon otchoparida soat 10:30 da boshlanadi. Ko'pkarimizni halol pok o'tishini Andijon uloq ko'pkara federatsiyasi hamda to'yimiz ishtirokchilari ta'minlab beradilar. Ko'pkarimizga barcha qardosh respublika polvonlarini hamda O'zbekiston polvon va otvozlarini lutfan taklif qilib qolamiz. Ko'pkarimizni andijonlik suxandon Azizbek Isayev olib boradi. YouTube xizmatlarida Sanjarbek TV, Jahongir TV hamda Farruxbek TV'lar xizmatda bo'lishadi. Barchangizni Sulaymon polvon otchoparida kutib qolamiz.